3800 dollar pul beraman. Xursandmiz. Soting endi. Soting aka, bering. Hozir hamma kalisi. Mashinada 100 so'm, 200 so'm foyda qilsak xursand bo'lamiz. Sababchi bo'lasiz aka O'zimga siz. keraklik uchun aytyapman sizga. Men ham bizni pastdan hal qilganim yo'q, tepadan sizni qiynaganim Dedi aka, buni sizdan 50 so'm, 100 so'm arzon olsak, bu narsani 50 so'm, 100 so'm arzoniga biz ham sotamiz. Hali sizdan balat olsak, biz balat sotsak, hali olib sotar ko'zim o'yib ol deydi aka. Unaqa narsa yo'q. 3800 dollarga xursandmiz aka. Endi qarang, shuncha o'tdi men siz ham bir o'zingiz hal Bu qo'shyapti. Bu bola u holdan beri qo'shyapti. 3,5 mingdan qo'shib kelyapman-da. Siz 50 so'm o'tib beraman deyapti. 50 so'm o'tib beraman, shu bitta gap Axs oxiri. aka. Ha, uni demaydi. Qarang, yana bitta gapiringchi eshitsinchi. Yana bitta gapiring. Xitaraga 50 so'm qo'shib bering akam to'y qilyapti. Alloh tavakkal. Gapini oldim. Bering endi Maqsad aka men qo'shtirib yubordim. Bola. O'rtamizda aka 100 so'm qolyapti. Xursand bo'lasizmi? Maqsad aka. Ashi 50 so'm chiqarib 38 yarim bo'ldi aka, keling. 3800. Bering Maqsad aka. Bering endi aka. Aka, bu qarang. Qo'yib ketdi o'zi. Hali savdomizcha 1 soat bo'lmasin. Qo'lingizni bering-da. 50 so'm, 50 so'm qilmaylik jon aka. 50 so'mini ham o'tib berasiz, 39 pul beraman. Xursand bo'lsangiz oling. Mana endi soting aka endi. Xursandmisiz? Qattiqlikmi bu aka? Ha, shu mashina 2013-yil 320 ming yurgan, bitta kapoti bilan karnizida kraskasiga olindi. Chiqib qolsa kelishilgan holda o'tib beramiz dedi. Akamizning o'zidan generalniy davleniya chiqadi. Ichki holati mana chiroyli holatda, chexol poliylari bor, motori yaxshi ekan. Hadovoyi zo'r. 3900 dollarga olindi. Poda erganga xudo xolasa